Manaman degani ham, mana oldimga chiqsin. Prezident qiz emasman. Biz oddiy xalq bu yo'q. Xalq bilan kosmetologlar deb turib qog'ozga o'rab turibsiz. Sizlar oltinni topib oldinglar. Sizlar borsizlar, men borman deb assalomu alaykum, sizga qanaqa yordam bera olamiz deyapti. Oshqozonlab o'qiymiz. Yillab o'lmagan inson bor. Mana shu bilimsizlik oqibatida hamma tamom ish bilish kerak. Zararli va zararsiz. Qo'shtirnoq, o'ylang, bitta o'quvchidan 7-8 eng arzoni bizda. Estetik kosmetologiyada odamlarni eng ko'p qanday aldashadi? Hamma savollaringizni men o'zim tuzib beryapman. Yuzingizdagi giperpigmentatsiya, ya'ni dog'ni bir deganda ketkazib beramiz. Yokida Videoshop, Photoshoplar orqali do'yi postlarni ko'rsatishadi. Va siz uzoq yo'ldan kelasiz, bittada ketkazib beradi deb o'ylaysiz. Hech qachon siz yillab tushirgan giperpigmentatsiyani mana bu savolni berishingizni aniq bilardim. Manaman degani ham, mana oldimga chiqsin. Hech qachon bittada ketkazib bera olmaydi. Haqiqiy kosmetolog unaqa deb gapirmaydi. Birinchi o'rinda haqiqiy shifokor, haqiqiy kosmetolog Xudo xohlasa, Alloh xohlasa deb gapiramiz. Chunki biz tirik jon bilan ishlaymiz, organizm bilan ishlaymiz va eng arzoni bizda deyiladi ba'zan. Ya'ni aqlga sig'mas darajada fillerlarni yoki bo'lmasam botulotoksinlarni aqlga sig'mas darajada narxini sun'iy tushirib borishadi. Hech qachon original preparatlar 200 ming, 300 mingga bo'lmaydi. Sizga qanaqadir shunaqa reklama bordimi? Uni asoslab berish kerak. Men doim modelga deb chaqiraman. O'quvchi o'qitganimda o'ylang, bitta o'quvchidan 7 ming, 8 ming, 10 ming dollargacha olasiz. O'shanda qoplaydi. O'zini narxidan ham tushiribroq qilsangiz, chunki bu o'quvchi turadi, o'rgatish kerak bo'ladi. Bu yoqda o'quvchini master-klassida vaqti kam bo'ladi. Shuning uchun juda ham ko'plab bitta manda emas, klinikali arzon chaqiradi shunaqa paytda. Ushbu YouTube kanalingizni ochishga nima sizga turtki bo'ldi? 7 yildan beri ishlab kelyapman bu sohada. Mani ko'pchilik doktor Gulyus, ya'ni Gulyus kosmetolog deb tanishadi. Asosiy menga turtki bo'lgan narsa bu ayol qizlarimizni kosmetologlarga aldanib qolishi. Qanaqa qilib aldanib qoladi va nima qilsa aldanmaydi. Shu asosiy sababchisi shu bo'ldi. O'ta vaqti ketyapti, puli ketyapti, sog'ligi ketyapti. Shulardan himoyalanish uchun bu kanalni ochdim. Kosmetologlarga aldanmang deyapsiz. Lekin siz ham kosmetologsiz-ku. Mana bu savolni berishingizni aniq bilardim. Men ham kosmetologman. Lekin degan joyi bor bu yerda. Qavs ichidagi, qo'shtirnoq ichidagi, ya'ni tajribasiz va 2-3 ta joydan borib sertifikat oldi degani bu sizni haqiqiy, haqqoniy kosmetologsiz degani emas. Men bu gapni hamma kosmetologlarga aytmayapman. Bunaqa kosmetologlarimiz juda ham ko'p. Ya'ni zo'r tajribali kosmetologimiz, gрамотный kosmetologlarimiz ko'p. Hozir bu nimaga bunaqa aldanib qolmang deyapman? Chunki kosmetologiyani pulli koni. Ya'ni bitta chiska qilib qo'yib 100 dollar olamiz yoki bo'lmasam bitta labga filler qilib 200 dollar olamiz deb hali metodlarini, anatomiyani, yuz terisini hattoki qanaqaligini bilmasdan turib kosmetolog bo'layotgan qo'shtirnoq ichidagi arzonchi kosmetologlardan himoyalanish uchungina bu kanalni ochdim. Demak, bu sizning kanalingizda preparatlarni soxtasi va Haqiqiysini ajrata olasiz. ajrata olasiz. Nafaqat preparatlarni soxta, haqiqiysi va qanaqa yuz tuzilishiga, yuz strukturasiga, anatomiyasiga qarab rasmlar bilan xudo xolasa kuzatishda davom etsanglar chiqarib beraman. Mani kanalimda preparatlarni ajratish, hammasini ko'rsataman xudo xolasa. Texnikalar, metodlar, sizga nima ishlaydi, nima ishlamaydi. Xullas, o'zingizni qiziqtirgan hamma savollaringizni kommentariyga yozishingiz mumkin. Kommentariyadan ko'rib biz sizlarning savollariga javob berishga harakat qilamiz, ya'ni klinik yondashuv bilan. Siz preparatlarni to'g'ri, noto'g'riligini aytib o'tdingiz hozir. Zararli va zararsiz tanishtirib o'taman dedim. To'g'ri tanishtirib o'taman dedingiz. Bitta savol, siz o'zingizga gapingizdan ilingiz, kollagenchi. Kollagen to'g'ri yoki zararli yoki zararsiz. Lekin bizada xirurglar buni qoralab chiqyapti. Siz davom etyapsiz. Bunga nima qaraysiz? Bu operatsiya emas, birinchidan.
hamma tan olishi bilish kerak. Halol raqobat qilish kerak. Halol raqobat bu o'zingiz kuchingiz bilan qiladigan raqobat hisoblanadi. Harom raqobat esa bitta muolajani yomonlab turib o'zinikini o'tkazish hisoblayman men. Sizga savol beraman. 4 yildan beri aynan kollagen bo'yicha ishlayman. Lekin hali birorta odam jabr ko'rgani yo'q. Endi sizga savol beraman. Xirurgni stolida yoki stomatologni stolida yokida hech qanaqachasiga protseduraga, bir qandaydir operatsiyaga bo'lmagan inson, o'lmagan inson bormi misol uchun? Savol sizga. Yo'q-a? Buni taqdir deb qo'yibdi. Bu issiq jon deb qo'yibdi. Shuning uchun kelgan patsientlarimga aytaman. Ko'krak kollageni, popaga qilinadigan kollagenda har doim rozimisan. Bir pasta qilishga shoshilmayman. Hozir kollagen haqida gapirib ochdingiz siz. Men bu haqida alohida tayyorlanaman va sizga to'liq javob beraman. Chunki hozirda bizga vaqtimiz yetmaydi, chunki bizda hozir qisqacha ma'lumotlar tushuntirishlar. Men shuni bilamanki, hatto blogerlarga xirurglarimiz pul berib shu filler, body filler, body kollagenni nomini yomon qildirishyapti. Aniq fakt bu. Yomon qildirishyapti. O'zimda ham bor kollagen bilan. Filler ham qilingan, kollagen ham qilingan misol uchun deb. Hali noto'g'ri aslanishini ham sezmadim o'zimda. U ringlab ketarkan, 5 yildan keyin nima bo'lar ekan, u bo'lar. Bu shunaqangi yengil ishlaydigan texnika, ya'ni biz uchun og'ir, bu o'rganish kerak buni. Lekin siz narkozda bo'lmaysiz. Birinchi, qulab qolmaysiz, narkoz operatsiyaga kirmaysiz. Bitta kanula yordamida, 114 kanula yordamida qilinadigan muolaja bu. Ignib, qirqish ishlatilmaydi va bu kollagen zo'r xususiyati bor. Keyingi videoda agar kommentariyaga yozib qoldirishsa, yuz haqida, ozish haqida, semirish haqida, qanaqadir preparatlar haqida so'rab o'tsa yoki kollagen haqida so'rasa, qaysi biri ko'proq bo'lsa, shunga video qilib ishlab chiqamiz, xudo xohlasa. Shuni oldikmi? Odamlar tushanishida o'ziga zarar yetkazadigan eng katta xatolari. Juda ham reklama qurboni bo'lib, aktrisalarimiz, san'atkorlarimiz, blogerlarimiz reklama qilishadi. Bitta savolda, biz bu terini o'rganish uchun yillab o'qiymiz-da, yillab o'qiymiz. Qanaqa qilib sizni teringizni bilmasdan turib, konsultatsiyaga yozilmasingizdan turib, sizni muammoingiz nimadaligini, tashxisini bilmasdan turib krem ishlatish mumkin? Mana shu bilimsizlik oqibati deyiladi. Bizning har bitta daja tirnog'imiz ham bizning organizmimiz hisoblanadi. Bu kerakli organ hisoblanadi. Misol uchun-da, tirnog'imizdan sochimiz tolasigacha. Siz bularni bilmasdan turib, krem sotib olyapsiz, buni sostavini bilmayapsiz, sizni teringizga tushadimi? Telefon qilyapsiz-da, assalomu alaykum, assalomu alaykum, sizga qanaqa yordam bera olamiz deyapti. Oshqozoningiz so'rayapti. Hozirgi call centerlarning yolg'oni bu. Oshqozoningizda kasallik so'raydi, bo'yingiz so'rab oladi. Jigaringizda so'raydi. Vau, shular zo'r mutaxassis ekan. Bu aslida o'tda 0 degila o'tiradi. Hammasi ham emas, bu gapim bilan hammasi demoqchi emasman. Lekin terimi bo'ldi. Derma bilan ishlaydigan kosmetologga borib, uxudingizni ham hatto o'shandan olishingiz kerak. Yoki anu sostavni olib kelishingiz kerak. Mayli, ko'chadan oling, olib kelishingiz kerak. Xullas o'sha yolg'onni ishlatishyapti-da, menda giperpigmentatsiya bor, unaqa homiladorlikda tushganmi, o'tpagingizda dimlanish bormi deb anu ChatGPTdan ko'rib olishadimi, nimalardan ko'rib olishadi-da, tashxis beryapti-da, uni sotishyapti. Siz qachon ishlatasiz buni? U berayotgan ma'lumot to'g'rimi? Hamma haqida gapirmayapman men. Negativ shart emas. Hamma narsani podelkasi bor-da, mana kosmetologda ham podelkalari bor, qo'sh tirnoq ichidagisi bor, sotuvlarda ham xuddi shunaqa. Bu kremlar sohasida ham xuddi shunaqa. Lakor firmasini ko'proq menga dog' tushirib qo'yadi deb aytishadi. Men agar sizlarga tavsiya beradigan bo'lsam, uy sharoitida tayyorlanadigan kremlar, ham barcha sotib oladigan, magazindan, bozordan oladigan, reklamaga uchib oladigan kremlarni ham обязательно kosmetologlarga boringlar demayman. Iltimos, sostavini shuni o'qib chiqinglar. Google ga yozinglar. O'zi kosmetologga tashab, men buni olib borib, men buni ishlasam bo'ladimi deyishinglar mumkin. Lekin qaysi darajada tayyorlangan? Sizcha oddiy xalq kosmetologlarga murojaat qilishdan cho'ching. Ya'ni kibrda bo'ling. Sizlar javob bermaysizlar hech bir savollariga. Qabul qilasizmi oddiy qishloqdan kelgan ayolni? Bu gapingiz bilan kosmetologlar deb turib qog'ozga o'rab gapirdingiz hozir. Mana aytmoqchisiz, ya'ni kibr demoqchimisiz mana shunda? Nima? Sizni Instagram tarmog'ingizda 350 mingtadan oshiq auditoriyangiz bor. Bu
so'z, ya'ni kibr juda ko'p ishlatilgan sizga nisbatan. Efir oldida gрамотный bo'lishim mumkin. Qattiqroq gapirishim mumkin, chunki bu meni xarakterim. Lekin bu qalbi yo'q degani emas. Bu har bitta ayolni ayamay gapiradi yo qabul qilmaydi degani emas. Endi bu oddiy xalqmi, boy xalqmi, o'rta me'yor xalqmi, luxury xalqmi, buni ahamiyati yo'q. Bitta narsaga e'tiborli bo'linglar. Sizlar ham xafa bo'lishdan oldin mani vaqtim boshqa kosmetologlar ham, boshqa insonlar ham vaqt chegarasi bor. Tushunyapsizmi? Vaqt chegarasi. To'g'rimi? Yozilmayapsiz telefon qilib. Lekin menda qabulimda boshqa bir shaxs o'tiribdi. U boymi, kambag'al, buni ahamiyati yo'q. Lekin men uni tashlab chiqib ketishga, siz bilan ovora bo'lishga meni haqqim yo'q. Mana shu yerda bizda vaqt degan problema bo'lyapti. Endi kibr degan gapingizga keladigan bo'lsak, jonim bilan qo'lim ko'ksimda hech qachon kibr bilan yurmaganman. Hech qachon. Oddiy xalq dedingiz, oddiy xalq bu yo'q xalq. Hamma bir xil men uchun. Men o'zi kimman bilasizmi? Ya'ni Namangan viloyati Norin tumanida tug'ilganman. Dara joy bilasizmi? O'sha yerdan chiqqan ayolman. Kimman men? Men oddiy xalqman, mana oddiy xalqman. Prezident qiz emasman, misol uchun. Bu degan natijaga erishish degan hammasi Alloh bergan ne'mat hisoblanadi. Bugun bor, ertaga yo'q. Xudo ko'rsatmasin, ertaga qanaqadir muammo kirib qolishi mumkin. Jonimni olib qo'yish mumkin. Bizdan faqat yaxshilik qoladi. Agar imkoniyatim bo'lsa, jonim bilan hammaga yordam beraman. Sizga boshida aytdim-ku, bu kanal shu meni oldimga kelib, mani kosmetologga boring, qaysi krem ishlataylik deyishga o'rin qoldirmaydi. Tushunyapsizmi? O'rin qoldirmaydi. Shu yerda kanalda o'zi shunday qiladi, hamma ma'lumotlarni Xudo xohlasa, shu narsa uchun 2 soat, 3 soat vaqtimni ayamasdan men ko'rsatib beraman. Men tushuntira oldim hozir. Kibrli emasman. Yana bitta narsa bor. G'ururim bilan kibrimni anaqa qilib yormaylar, aralashtirib yormaylar. Misol uchun shunday keldingiz, oyog'ingizni tap etib chalkashtirib Mahmudga o'tirdingizmi? Ko'chaga chiqarib qo'yaman. Shuni aralashtirib yormaylar. Sizni muomalangizga qarab meni xarakterim o'zgaradi. Siz men bunaqa bo'lib kelsangiz, men bunaqa tura olmayman hech qachon. Bu meni xarakterim. Lekin har doim qo'limdan kelganicha hammaga yordam berishga harakat qilaman. Har doim mana shu gapimni eslab qolinglar, yodlab qolinglar. Assalomu alaykum, hurmatli ayol qizlarimiz. Meni maqsadim ayollarni estetik kosmetologiya bo'yicha bilimini rivojlantirish. Bu kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, bu o'zingizga foyda. Xato to'g'rini, tashxisi xato yoki to'g'risini, preparatlar, xullas estetik kosmetologiya bo'yicha kremlar, uqotlar hammasini shu kanalda tushuntirib boraman. Sizga aynan nima muhim? Buni kommentariyaga izoh yozib ketsanglar, bu degani bilasizmi 10 minut, 15 minutlik video, ya'ni o'tda tushuntirib o'taman, klinik yo'llari bilan, осложнениялар bilan hammasini tushuntirib o'taman. Sizlar oltinni topib oldinglar. Sizlar borsizlar, men borman. Birinchi YouTube kanalimizni ochdik. Instagram tarmoqlarida juda ham aktivman, bilasizlar. Qo'linglarni duoga ochib, meni qo'llab-quvvatlab tursanglar, men uchun bu juda ham katta baxt hisoblanadi. Sizlar bilan doimgidek doktor Gulyus.